Bismillah. Bismillah har bir ishning muqaddimasi. Assalomu alaykum. Bugun siz bilan Saodat asri kitobini o'qib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tug'ilishidan to vafotigacha bo'lgan hayoti sirlarini o'rganamiz. Video boshidanoq kanalga obuna bo'lishni unutmang. Muallif Ahmad Lutfiy Qozonchi. Saodat asri 2-kitob 19-qism. Bismillahirrohmanirrohim. Karvon ko'rindi. Shu bor obro'yimni ham yo'qotib, tag'in deganday mag'lub nigohlari yerga qadaldi. Oyoqlari uni orqaga tortdi. Mo'minlarga Alloh hadya etgan buyuk iymon timsoli bo'lmish Umar mustahkam bir qal'ani yodga soluvchi gavdasi bilan islom zafarini namoyish etib turar edi. Eshitganlarni titroqqa soladigan gulduros bir ovozda "Xo'sh, endi nima deysizlar? Yana birontangiz qarshi chiqasizmi?" deya hayqirdi. Hech kimdan sado chiqmadi. O'zaro pichirlab, bunchalik bo'lishi mumkin emas axir deganlar bo'ldi. Biroq berilgan xabarning to'g'ri yoki noto'g'riligi haqida to'la aniqlanmagan edi. Bir muddat kutib turishdi. Karvon kela boshladi. Nigohlar eng oldingi tuyaga qadalgan. Oldinda kulrang bir tuya edi. Ikki yonboshida oq va qora ikki qop buyuk. Karvondagilar bizlarni kutib olishga chiqishibdi deb o'ylashdi. Asl maqsadlarini bilishmasdi. Shuning uchun kelishimizni qayoqdan bila qoldinglar deb so'rashdi. Savollari savol bilan qarshilandi. Kecha qayerda to'xtab hordiq chiqardingizlar? Dajnon vodiyda deb javob qildi karvon ahli. Obbo, shayton tushmagur-ey. Nima bo'ldi? Nima bo'lgani bilan ishlaring bo'lmasin. Shundan keyin oralaringda bir ichim suv o'zidan o'zi g'oyib bo'lib qolgan kimsa bormi deb so'rashdi. Ha, menman, o'sha suvsiz qolgan odam. Yotishdan oldin meshimda aniq suv bor edi. Ertalab turib icharman deb o'ylagandim. Ertalab qarasam suv yo'q. Men meshni og'zini bek birodarlarimdan so'rab surishtirdim. Hech kim men ichuvdim demadi. Bo'lib o'tgan voqealarni bir-biri bilan so'zlab berilgach, atrofiga hayron boqdi. Nimalar bo'lyapti o'zi? Bizga bunday tushuntirib bersalaringizchi dedi. Abu Jahl asabiy bir ovozda g'o'ng'illadi. Jodugarlik tajribalarini o'tkazyapmiz. Dunyoning eng mashhur jodugari o'zimizning qabiladan chiqdi. Ha, haqni ko'rish va his etishdan mahrum bir kishilar shunchalar ochiq oydin mo'jizani ham har doimgidek sehr jodu deyishdan nariga o'tmagan edi. Sayyidul Anbiyo sallallohu alayhi vasallam janoblari bir kechada Aqso masjidiga borib kelganlarini so'zlab bergach, kofirlarning gumrohligi yanada ortgani, hatto iymon keltirmaganidan ba'zilari ham bunaqasi bo'lishi mumkin emas deya dindan chiqib ketganlari rivoyat qilindi. Ammo dindan qaytganlarning ismlari saqlanib qolmagan. Faxri koinot sallallohu alayhi vasallamning shu kungacha bergan har bir xabarini ma'qullab tasdiqlab kelgan va bu yo'lda har qanday jabr zulmga mardlarcha ko'krak kergan mo'minlarning payg'ambarimiz bir kechada Aqso masjidiga borib kelganlarini aytganlari uchungina u kishini dinlaridan chiqib ketishi bo'lmag'ur gap. Qolaversa Rasul akram sallallohu alayhi vasallam bu safarni tasdiqlovchi ochiq oydin dalillarni keltirganlar. Bunga hatto Abu Jahldek ashaddiy mushriklar ham e'tiroz bildira olishmagan. Rasulim muhtaram sallallohu alayhi vasallam o'zlaridan so'ralgan savollarga javob bera olmay qolganlarida ham boshqa gap edi. O'shanda ba'zi mo'minlar dinidan qaytdi deyishning ma'nosi bo'lar edi. Ustiga ustak karvoni yetib kelar vaqtda haqiqatga xabarlarning to'g'ri chiqishi, munkirlar ham iymonga kelishlariga arzugulik voqea edi. Miroj hodisasidan keyin mo'minlar kuniga 5 vaqt namoz o'qiydigan bo'lishdi. Bundan oldin ular kuniga atiga 2 mahal kun chiqishida va kun botishidan oldingina namoz o'qishar edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'sha kechadan e'tiboran har galgi namozlarida o'sha g'aroyib safarning Mavlo huzuriga borishning ma'naviy huzurini tuyadigan bo'ldilar. Har namoz u zot uchun o'ziga xos bir merojga aylandi. Xolis niyat ila Parvardigori huzurida qoyim bo'ladigan bir mo'min uchun bir namoz bir merojdek bo'lib qoldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam g'aroyib safarlari ro'y bergan Miroj kechasi haqida Isro surasida hikoya etildi. Shuningdek, mo'minlar rioya qilishlari zarur bo'lgan diniy va axloqiy hukmlar ham shu surada kelgan.
Alloh taolodan o'ziga hech bir narsani iloh qilmaslik zarurligi yana bir bor takrorlangach, ota-onaga hurmatda bo'lish, qarindosh urug', qo'ni-qo'shni va musofirlarga yordam berish, farzandlarini kambag'allikdan qo'rqib o'ldirishdan tiyilish, zinodan uzoq yurish, odam o'ldirmaslik, yetimni haqqini yemaslik, tarozidan urmaslik, hokisor bo'lish va kibru havoni tark etish kabi hukmlar bayon qilindi. Mushriklar bilan musulmonlar orasida ziddiyat shu darajaga yetdiki, natijada Hazrati Abu Bakr roziyallohu anhu ham Makkani tark etishga qaror berdi. Mushriklar uni o'z holiga qo'ymas, tinchgina toat ibodat qilishiga ham yo'l bermas edi. Boshqa musulmon birodarlari kabi Habashistonga hijrat qilmoqchi bo'ldi. Vaziyatni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga tushuntirdi. Ijozat olgach, safar xaltasiga kerakli miqdorda oziq-ovqat soldi-da, Makkani tark etdi. Qalbi g'am-g'ussaga to'lgan, nihoyatda parishon edi. Barkul g'amotga yetib borganida qora halqaning yo'lboshchisi Molik ibn Dignanga duch kelib qoldi. Azaldan bir-birlarini tanishar edi. Yo'l bo'lsin, yo Abu Bakr, deya so'radi Molik ibn Dag'inna. Habashistonga ketyapman. Ha, yaxshi, unda mol-mulking qani? Tijorat uchun borayotganim yo'q. Hazrati Abu Bakr bor gapni qisqacha so'zlab berdi. Ibn Dag'ina diqqat bilan tinglar ekan, yuragida e'tiroz tug'ildi. Yo Abu Bakr, sendek mo'tabar zot shunday bir arzimas sabab bilan vataningni tark etib chiqib ketishing to'g'ri emas. Haydab chiqarishlari ham insofdan emas. Sen kambag'allarga yordam qo'lini cho'zadigan, qarindoshlik, urug'lik aloqalarni hurmat etadigan, mazlumlarni og'irini yengil qiladigan, musofirga izzat ikrom ko'rsatadigan oliyjanob insonsan. Men seni himoyaga olaman, qayt yurtingga. O'z shahriga Robbingga xohlaganda ibodat qilaver. Birgalikda Makkaga qaytdilar. Ibn Dag'ina Qurayshlar orasida so'z o'tadigan, obro' e'tiborli kishi edi. Quraysh zodagonlari bilan uchrashdi. Abu Bakrdek mo'tabar bir odam vatanidan haydalmasligi kerak dedi. Sen uni himoyangga olganingga albatta biz qarshi emasmiz, deya javob berishdi makkaliklar. Ammo bu masalada ba'zi bir shartlarimiz bor. Xo'sh, qanaqa shartlar ekan ular? Abu Bakr ibodatini uyida qilsin, namozini ham uyida o'qisin. Nima qilmoqchi bo'lsa uyida qilsin. Qisqasi bizni bezovta qilmasin. Chunki xotinlarimizni, bola-chaqalarimizni bir baloga yo'liqtirib qo'ymasin deya qo'rqamiz. Ibn Dag'ina bu taklifga rozi bo'ldi. Hazrati Abu Bakr ham shartlarni qabul etdi. G'urbat illarda hasrat chekib yurgandan ko'ra mana shunday shartlar ostida bo'lsa ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yonlarida qolish ma'qul edi unga. Bir kuni Hazrati Abu Bakr uyining oldida masjidga aylantirishni o'yladi. Shu yerda namoz o'qiy boshladi. Nozik tabiatli bir inson emasmi? Abadiy mo'jiza bo'lgan Qur'oni Karim go'yoki uning qalbining teranliklariga inib borar va u yerdan totli ohang ila yo'rg'ilab chiqib kelar edi. Ba'zan azob oyatlari uning ruhiyatiga g'alayonlar ko'tarar. Allohning lutfi karamidan bahs etadigan oyatlar esa jannat shabadalarini estirayotganday bo'lar edi. Mahalla bolalari uni tomosha qila boshlashdi. Ayollar uning ko'z yoshlari ila yoniq ovozlar o'qiyotgan Qur'onga quloq tuta boshladilar. Bu vaziyat Qurayshliklarni betoqat qildi. Ayollar va bolalar bu aniq ovozni va ko'z yoshlarining ta'sir etib qolishidan qo'rqishardi. Ibn Dag'inaga xabar jo'natishdi. U darhol yetib keldi va nima gapligini surishtirdi. Biz seni himoyangni tan olganimiz, ammo Abu Bakr uyida ibodat qilsin deya shart qilib qo'ygan edik, deya vaziyatni batafsil tushuntirishdi. Yo Abu Bakr, shartlarimizga amal qilsin yoxud sen himoyangdan voz kech. Abu Bakrning uyiga kelib Qurayshlarning xohishlarini anglatdi. Hazrati Abu Bakr uni noqulay ahvolga solib qo'yishni istamadi. Menga Allohning himoyasi kifoya, seni himoyangdan voz kechaman dedi. Arablarning odatiga ko'ra birga Quraysh zodagonlarining huzuriga borishdi. Hazrati Abu Bakr Ibn Dag'anning himoyasidan o'z ixtiyori bilan voz kechayotganini, bundan keyin zarracha aybi yo'qligini e'lon etdi. Molik ibn Dag'ina ko'ngli xotirjam bo'lib iziga qaytdi. Hazrat Abu Bakr uchun esa yana eski notinch behalovat kunlar boshlandi. Bozorlarda qilingan da'vat.
Arablarning 3ta yirik va mashhur bozorlari bor edi. Ular Ukos Majanning va Zulmajoz avvali Shavvol oyida Ukos bozori ochilar va bu yerda savdo sotiq bir oycha davom etar edi. So'ngra Majnanda 20 kunlik bir bozor ochilar, bu yerda esa Zulmajozga ko'chirlar edilar. Bozor mavsumi tugagach haj mavsumi boshlanar. Karvon bo'lib safarga chiqqanlar Ka'bani tavof etish uchun Makka sari yo'l olar edilar. Rasuli Mukarram sallallohu alayhi vasallam haj qilish maqsadida Makkaga kelgan qabilalar orasida yurib, ularni islomga da'vat eta boshladilar. Yonlarida qabilalarning kelib chiqishi nasl nasabi xususida keng va atroflicha biladigan Hazrati Abu Bakr bor edi. Duch kelingan qabila a'zolaridan avval kim ekanligini so'ralar, so'ngra ularning qoshiga o'tirib islom dinidan bahs etar edilar. Abu Lahab ham qarab turmas, bu ham eski vazifasi bilan band bo'lar edi. Ishonmanglar unga, bolalarni otalariga dushman qilgan jodugar mana shu bo'ladi, oilalarini buzgan, erini xotinidan ajratgan ig'vogar mana shu odamdir deb baqirib yurardi. Ba'zilar istehzo va haqorattomiz ohangda bu dinni qabul etmasliklarini bilardilar. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sira ham umidsizlanmay boshqa bir qabilaga da'vat qila boshladilar. Ba'zilari ochiq oydin savdolashishga tushardi. Xo'p, agar biz seni qo'llab-quvvatlasak va muvaffaqiyatga erishsak, hokimiyatni bizga topshirasanmi? Shunga rozimisan deyishardi. Haqqa da'vat etayotgan zot bunga javoban ham haq so'zni so'zlar edilar. Hamma narsa Allohning xohish irodasi bilan bo'ladi. Men istagan bandasiga hokimiyat beradi. U istagan bandasiga hokimiyatni beradi. U holda bu ish bizga to'g'ri kelmaydi. Biz bu ishni deb jonimizni jabborga beraylik, hayotimizni xavf ostiga qo'yaylik, arablarning dushmanligiga uchraylik, ularni o'qlariga nishon bo'laylik-da, so'ngra qo'lga kiritilgan g'alabaning o'ljalaridan boshqalar bahramand bo'lsinlar. Yo'q, unaqasi ketmaydi. Har bir qabila biron bahona yoki biron kamchilik topib bu dinga kirishdan o'zlarini olib qochardi. Nihoyat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hazraj qabilasidan bo'lgan 6 kishilik bir guruhga yuzlashdilar. Ular Minoning Aqoba deb ataluvchi joyida to'xtashgan edilar. Kimsizlar deya so'radilar. Faxri koinot sallallohu alayhi vasallam: Yasribdan keldik. Hazraj qabilasidanmiz deya javob qilishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularga islom dini to'g'risida so'zlab berdilar. Allohning payg'ambari ekanliklarini, o'zlariga kitob tushirilganini ta'kidladilar. Muqaddas Qur'oni Karim oyatlaridan o'qib berdilar. Hazratchilar bir-birlariga tikilib qolishdi, ma'noli qarashlar qilishdi. Bir-birlariga so'ngra bittasi pichirlagudek past ovozda: Yahudiylar ma'lum qilgan payg'ambar shu odam bo'lsa kerak. Unga iymon keltirishdi. Zinhor va binzinhor Yahudiylar bizdan o'tib ketmasligi kerak dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'zlab bergan narsalar juda go'zal, maftunkor va ta'sirchan bo'lib, insonga fazilat va odob sabog'ini berar edi. Aqli raso kishi bu narsalardan yuz o'girishi to'g'ri bo'lmas edi. Shuningdek, payg'ambar ekanini ta'kidlayotgan bu zotning chehrasidan nur yog'ilar, vujudidan xush bir bo'y taralar edi. Samimiy bir tushuncha, pokiza bir qalb egasi ekanini shundoqqina ko'rinib turardi. Senga ishonamiz ey ulug' inson. Shubhasiz sen Allohning bizga rahmat qilib jo'natgan payg'ambarisan deyishdi bir ovozdan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sevinib ketdilar. Shu paytgacha boshqa qabilalarga kelgan da'vatlari zoya ketgan edi. G'am-g'ussaga to'lgan bir kunda bu iymon uchqunlari yuraklarga orom bag'ishlagan edi. Hazratchiliklar birma-bir o'zlarini tanishtirishdi. Abu Umoma Asad ibn Zurora, Av ibn Horis, Raif ibn Malik, Qutba ibn Amr, Uqba ibn Amr, Jobir ibn Abdulloh. Ba'zi rivoyatlarda bu ilk uchrashuvda hazratchiliklar 8 kishi bo'lgani naql qilinadi. Yuqorida ismlari keltirilganlardan tashqari yana Muoz ibn Afro va Uboda ibn Somit ham borligi bildiriladi. Shu kunlarda o'z qavmimiz bilan ham qavmimizga mansub bo'lgan yahudiylar bilan ham kelisholmay turibmiz. Oramizga dushmanlik va yomonlik urug'lari kirib qoldi. Umid qilamizki, sen tufayli Alloh taolo oramizga tushunmovchilikni bartaraf etib, yana qarindoshlik urug'larini sochadi. Biz yurtimizga qaytib qabiladoshlarimizni ham sening diningga da'vat qilamiz.